Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanaliga zo'rishlar azomlashlari. Bugun mana Xudo xolasa Toshkent Bo'kali kentimizga zakaz bo'yicha bitta vakilmi drabika mana usti yopiq 350 kglik mishalkamiz bilan chol olib taqib berganmiz. Akalar, men ko'rishim mumkin, zo'r holatda chiqqan. Agar ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Hozir buni ozroq bir ishlatib ko'rsatib tekshirib beramiz. 220 ga ishlaydi mana. Yangi reduktor, yangi mismatra qo'yiladi mana. Hamma joy yangilashsa bo'ladi, ham yopiq bo'ladi. Hozir vakuumli drabikamizni mana shlang orqali ichkariga qo'yganmiz mana. Shlang orqali ichiga tushyapti. Obunachilar, o'timizni chiqarib oldik. Mana ko'rishlarim mumkin, shlang orqali ichiga tushdi. Hozir ichidagi aralash jarayonini ko'rsatib beramiz. Ana bismillahirrohmanirrohim. Mana ishlash jarayonlari zo'r holatda aralashyapti mana. Mana qo'llari ham ko'rishlarim mumkin, rezinkali bo'ladi, oddiydan emas. Nagrushga bo'lganda qiynalmaydi, bemalol aylantirib zo'r aralashtirib beradi. Qo'pon yopilishlari mana. Ko'rdinglar, obunachilar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa, narx-navlari buni 350 kg yangilikdan bo'lgan 10 million so'mga qilib berganmiz mijozimizga. Vakuumimizni 5600 ming qilib berganmiz. Misli variant 4 kilovatt. Kimga shunaqangi mishalkalar, vakuumli drabikalarimiz va mana bizning yangilik, yangi ko'pchilik qidirayotgan arabalarimizdan ham bor. Mana shu raqamlarga va pastdagi boshqa raqamlarga aloqaga tushirasizlar. To'liq narxi haqida ma'lumot beriladi. Dastavkalari kelishgan holatda qilib beradi. Aloqaga tushirasizlar. Nolon doimo xalq xizmatida.